أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Həcc münasibətlik əhkamlarını bayan qilgandan keyin həcc ömrüge bağlan çağda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin məscidini və qəbrini ziyaret qılğan adət bolğaçqa qoşumç qılıb şuna münasibətlik adab və bəzi əhkamlarını bayan qıldı. Bu amma kitabında yox, lakin Hanefi mazhabının şu ixtiyarda yoki Quduriyning şərhi Lubabda bəzi kitablarda qoşumcu bayan qoydu. قال: ولما جرى الرسم أن الحاج إذا فرغوا من مناسكهم وقفلوا عن المسجد الحرام قصدوا المدينة زائرين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسم مش هذا عادات قلب كاغن ايش شunda boğaçqa yani hacı faaliyetlerden farık bolgandan keyin yoki umrga borgan kishi umr faaliyetlerden farık bolgandan keyin Mescid-i Haramdan qaytishida Madinaga berib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrisini ziyorat qilgan odat bor. Shunda bo'lgandan keyin menda ishlarga diqqat qilish lozim demoqchi. Ana arliqda buni hukmini bayon qilib qo'ydi. Nima uchun haji va umrga borgan kishi qaytishida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ziyorat qilib o'tadi desa, chunki yani ziyaret qabri Nabi sallallahu aleyhi ve sellem min afdalil mandubati vel mustahabbat. Mustahab ve aşına yaxshi amallarning eng afzallaridan biri. Bal taqrubu min darajatil vajibat. Balki tahi vaciblar darajasiga yaqin kelib qilishi mumkin. Belki vaciblar derecesi eğer kılmasa günah bulmaydıgan. Lekin sevgi muhabbet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmetleş cihetten kılması bulmaydıgan bir derece demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrisini ziyaret kılış hükmüde bazı bir tefsirlerde ihtilaf var. Medine'de turgan kişi olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrisini ziyaret kılış mustahab, mendub amellerinin qatarı ekanligida ihtilaf yok. Bazı ulamalar ayollarga cheklandi deb qaraydi. Lekin to'g'ri qarashda er ayol o'xshash. Almiyalgi masala atoatdan safar qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrisini ziyorat qildim deb safarga chiqib ziyoratga borsa bo'lamdi mo'min degan masala. Bu asli nadan kelgan? Ay muttafaqun alayhi hadisda la tushaddur rihal illa ila al-masajid al-thalatha. Da başında hadis kelgan. Ama Masjidil Haram va Masjidi hada va al-Masjidil Aqsa. Bu hadisni izohlashda ulamalar arfu qarashdi bo'lgan. Mesela İmam Navaviy rahmetullahi alayh masjidlarning ichidan atoatan safar qilib fazilatini izlab safar qildigan masjidlardan shu var. Bunun boshqasi esa fazilatga o'xshash deb ma'nolangan. Va jumhur ulamalar shuni tushundi deb naql qilgan. Yani bazı ulamalar mesela İbn Battal bu mushu 3 masjidning birida namoz o'qiyman deb nazr qilib qolgan bo'lsa, ay nazrda turish uchun shu masjidlarning birisiga safar qilib, o'sha namozni o'qib, nazrdan qutulsa bo'ladi deb tushungan. Yani bu nazr masalasi kelgan demakchi. Imom Xattobiy mo shunda qaragan. İmam Malik rahmetullahi alayh mush 3 masjidlardan birisida namoz o'qiyman deb nazr qilgan bo'lsa, cho'qim ashuni berib, ashada o'qishsam, undan boshqa masjidda namoz o'qishni nazr qilgan bo'lsa, safar qilishman shu mahalliy masjidda o'qisa bo'ldi degan. Ba'zi salaflar bu hadis e'tikof qilishga xos, e'tikof qilaman degan taqdirda bu 3 masjidda e'tikof qilish bo'ldi, boshqa masjidda e'tikof qilish yo'q deb tushungan. İmam Navaviyning jumhurdan naql qilgan izohatini asos qilsak, shu hadisning maqsad masjidlar bo'lgan, shu 3 masjiddan boshqa masjidga atoatan safar qilish yo'q degan ma'nosi bo'ladi. Ammo masjiddan boshqa ilm talab qilish, tijorat, sayr-sayohat va qarindoshlarni ziyorat qilish o'xshash qarindoshlar bu cheklangan doiraga kirmaydi. İmam Ahmadning kelgan bir rivoyatda
Ebu Said al-Khudri radhiyallohu anhuning huzurida to'rt tag'ida namoz o'qish qilgan chaqda faqala qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la yanbaghi lil mati an yushadda rihaluhu ila masjidin yubtagha fihi as-salatu ghayra al-masjid al-haram wal masjid al-aqsa wa masjidi hada. Buni Imom Ibn Hajar isnadu hasan degan bo'lsin, boshqalar ojiz deb qaragan. Ma'noda masjidlardan biriga deb aniq degan. Anda al-mustasna minhum mahzuf. Ashun taqdir qilishda ulamolar ixtiloflashgan. Ana Saudi Arabiston ulamolari Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhining qarashini yaqinlab mang'achqa, bular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrisini ziyorat qilish uchun atoytan safar qilish yo'q. Çünkü hadisda la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-masjid al-haram wa masjidi hada wal masjid al-aqsa degan. Lakin Madinaga bormoqchi bo'lgan kishi niyatni masjidga boraman deb qilishi lozim, qabrini ziyorat qilaman deb qilmaslik lozim. Agar masjidda namoz o'qiyman, qabriga borib ziyorat qilay deb qo'shimcha agashtirib qo'ysa mayli deydi. Ammo yaqin joyda bo'lib qolsa, masalan Madinada turayotgan kishi bo'lib qolsa, berib qabrini ziyorat qilsa, bu qabrini ziyorat qilishga kelgan ruxsat va umum ruxsat. Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. Shu qatada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabrisimi va baqiyadagi sahoba kiramning qabrlari, shuhada Uhud, uning qabrlari albatta shuning ichida bor, bunga joiz deb qaraydi. Ammo ayollar masalasida ayollar ziyorat qilish bo'lmanda bo'lsa cheklaydi. Ayollar ziyorat qilish bo'lmaydi. Rasulullohning qabrisi olsun, boshqa insonning qabrisi olsun, ayollar ziyorat qilish bo'lmaydi. Chunki Rasululloh la'anallohu zawwaratul qubur yoki zairatul qubur degan deydi. Lekin Hanafiy mazhabda to'g'ri bo'lgan qarash ayollarni erlar bilan o'xshash. Kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur ala fazuruha degan doiraga o'sha er va ayollar ham sirkitdi. Bundan boshqa bir hadisda muttafaqun alayhi hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qabrning qishda turib yig'layotgan ayolning qishdan o'tib ketib, taqillaha vasbiri degan. Siz qabrini ziyorat qilsangiz bo'lmaydi deb cheklamagan. Bundan boshqa Hazrat Aishaninki kechida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqidan chiqib qo'ygan hadis bor. Boshqacha gumon qilib chiqib qo'ygan hadisi. Shuningda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Aishaga degan: "Inna rabbaki ya'muruki an ta'tiya ahlal baqi'i fatastaghfiri lahum." قالت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. مشunda da ana Hazrat Aishaning qabrini ziyorat qilib, o'shani duo qilishni buyurgan. Bu joizlikni ko'rsatadi. Bundan boshqa shu illat fa innaha tudhakkirukum bil akhirah illat er va ayolga o'xshash. Mush to'g'ri qarashda er va ayol o'xshash. Lekin ayollar qabriga borgan chaqda ana shunda yuzini kachatlaydigan, arab tilida bor beshga to'p qo'ydigan, vaqirab yig'lab yoki kiyinishda diqqat qilmaydigan, shunda cheklangan ishlarni qilmaslik lozim. İmam Navaviy rahmatullohi alayhi ayollarning qabrini ziyorat qilishda ushul qarash va birinchisi harom, ikkinchisi makruh, uchinchisi mubah degan. Hanafi mazhabda mubah deb bilan qolmay mustahab deydi. Erlarning qabrini ziyorat qilishga o'xshash mustahab deydi. Boshqa umuman kelgan. Meda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qabrini ziyorat qilish haqida to'xtalib da'atilmoq kitobning o'zida. Mustahabbat, mandubat. Yani bu umum kişilerin qabrlarini ziyorat qilish, tuqqanlarimizning, qarindoshlarimizning, ustozlarimizning qabrini ziyorat qilish bu mustahab. Yani bu mazhabda. Lekin mushu mustahabbatning ichida eng afzali Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrisini ziyorat qilish deydi. İmam Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi 8-asrda mushu 8-asrmi 7-asrmi mushu masalani ko'tarib chiqqan bo'lg'achqa bunda ilgirki ba'zi ulamolar dabbaqan ahvolim bor, masalan Qodi Ayyad, Imom al-Juvayni, Imom Malikning shunga yaqinroq ba'zi rivoyatlar kelgan. Lekin Imom Ibn Taymiya Rasulullohni ziyorat qilish uchun safar qilsam bo'lmaydi degan.
Ba'zilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ziyorat qilishni cheklaydi deb bunda nima qilgan bo'lsa, millatlar Imom Taymiya ziyorat qilishni cheklamaydi. Masalan, Madinada bo'lgan kishi kelib ziyorat qilib, salom berib, mans bo'ldi deydi. Lekin atoatdan safar qilishga bo'lmaydi degan. Buni ulamolar o'z vaqtida raddiya bergan. Ammo to'rt mazhab ulamolari birlashib, bu fatvodan cheklash lozim deb turmoq usul tutgan. Imom Taymiya فإنه صلى الله عليه وسلم حرض عليها أنمشن أفضل المندوبات ياك واجب قيقان دسان چونك رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة قشق ترغب قيقان وبالغ في الندب إليها شنوغا چاقرشتا نهاية أشرب چاقرغان فقال من وجد ساعة ولم يزرني فقد جفاني إن كانت باترب من زيارة قمغان كشه مانا قبل قيقان بلدو انتشرت كان بلدو وقال صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي kimiki mening qabrimni ziyorat qilsa uningga shafaatim yetadi. Ana mushu turli hadislarning ko'pincha ojiz. Ilgirki hadismi ojiz, ikkinchi hadismi ojiz. Lekin bu ikkinchi hadisni ba'zi ulamolar sahih deganlar bor. Masalan, Ibn Sakan, Abdul Haq, Taqiddin Subki bular sahih hadisda, hasan hadisda deb qaragan. وقال من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي من وفات olgandan keyin men ziyorat qilgan kishi xuddi meni hayotimda ziyorat qilgan kishiga o'xshash degan. Bu mu hadis. Ila g'ayri zalika min al-ahadith. Va shunga o'xshash hadislarda targ'ib qilgan demakchi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrisini ziyorat qilishning fazilati borligi haqida sahih yoki hasan darajadagi hadis yo'q deb qaraydi ko'pincha ulamolar. Bu vaqtda kelgan hadislarning asos ko'pchiligi ojiz yoki yolg'on to'qilma hadislar. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrini ziyorat qilish, umum qabrini ziyorat qilish daris kiradi deb qaraydi. Masalan, safar qilish masalasini mayonga qarab tursak, Madinada kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrini kelib ziyorat qilishi shu ala fazuruha degan doiraga kiradi. وبطريقنا أولى كردو دفرج بو طريقة مستحب لكن نيادا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرس زيارة قلش خصوصا ده كاغان الإسلام عاجز أما علماء من ده ديشن بو وقت كاغان خلج قدس أمس عاجز لكن بمجموع الطرق وإسلام أمتنا أمل كاغان أهواله bunu güçlendirdi deb turilishi mumkin. İmam Keramani Sayyid Bukhari'nin şerhida şunlar degan: "Vaqa fi hadhihi al-mas'alati fi asrina fi al-bilad ash-shamiyyah munadaratun kathiratun wa sunnifa fiha rasail min at-tarafayn." Bu şartda şu İmam İbn Teymiye'nin zamanında nurg'un munozaralar va shu masala o'tirib chiqqan. İmam Hafiz ibn Hajar yushiru ila ma radda bihi ash-Shaykh Taqiyuddin Subki ve gayruhu ala ash-Shaykh Taqiyuddin ibn Teymiye. İmam Subki raddiya. İmam Subki'den başkalarına raddiya verdi. İmam İbn Teymiye. والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية رحمه الله بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك. Demek İmam İbn Teymiye'ye göre diyorlar, İmam İbn Teymiye'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret kılış ataydın, sefer kıyısı bulunmaydı, sefer kılış haram diyen sözünü tanqildi, eybildi. Biz mi o şekilde haram deyişini eybildik deydi. وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية. İmam İbn Hajar şu çağdaki İmam İbn Teymiye rahmetullahi aleyhi'ye reddiye belgeler Katar'dan, Şafii mezhebindeki bazı ulemalar ve başka mezheplerden. Bunlar reddiye belgeler Katar'dan boğaçka, ma meselini İmam İbn Teymiye'den nakıl kılgan en ağır meselelerinin birisidir. Bu mu İmam İbn Teymiye'yi tanqıtadı. Lekin İmam İbn Teymiye'nin bu qarashi İmam İbn Hajar abshal masail deb qaragan bo'lsa-mu, Şeyh bin Baz rahmetullahi alayhi Buxoriyning sharhiga ta'liq qilganimizda Fathul Bariga ta'liqida hada lazim la ba'sa bihi. Qaramdasining bo'pti. İmam İbn Teymiye'nin qarashi to'g'ri. Wa laysa fi zalika basha'a bihamdillah. Bunda qabih yasat deganim yo'q. Bu qarash to'g'ri. Undan keyin yana qarasak, bin Baz rahmetullahi alayhi İmam İbn Teymiye'nin şu qarashini tutdi. Hozir bu Saudi Arabiston ulemalari, lejna daima fatvolari, masalan Şeyh bin Bazning fatvolarida İmam İbn Teymiye rahmetullahi alayhi'nin qarashini tutdi.
Bular Qur'on Karimda va sunnat Rasulullohda atoytanunda safar qilib, ziyorat qilish shunda bo'lmagan ekan, shu to'g'ri qarash deb qaraydi. Lekin jumhur ulamolar bular shunda atoytan safar qilib ziyorat qilish bu mustahab mandub ishlar qatoridan musulmonlar azaldan buni amal qilib kelgan deb qaraydi. İmam Şevkani rahmetullahi aleyh Neylül Avtar degan kitobida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabrini ziyorat qilish masalasida ulamolarning qarashlari har xil bo'lib ketgan. Jumhur ulamolar mandub deb qaragan. Buning ichida Hanafiy mazhabi bor albatta. Bular mandubning eng azli vojibga yaqinlashib qoldi deb qaradi. Hanafiy mazhabidagi ba'zi ulamolar, Maliki mazhabidagi ba'zi ulamolar, Zahiri mazhabidagi ba'zi ulamolar vojib deb qaraydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabrini ziyorat qilish vojib. Bir qatim bo'lsa-mu ziyorat qilishing lozim. Xuddi masalan haj umriga nima qilgandek. Vojib degan qarash Hanafiy mazhabidagi ba'zi ulamolarning qarashi buni Lubabda va Imom Ibn Abidin Raddul Muhtarda bayon qilgan. Shafiy mazhabidimi Imom Ramli Ibn Hajardan naql qilib mushu qarashni qo'llagan. Hanafiy mazhabning kitobda e'timod qilgan qarashi mandub lekin vojibga yaqin kelib qolgan darajada afdal mandubatdan dedi. Imom Ibn Taymiya g'ayri mashru' dedi. Ba'zi Hanbali mazhab ulamolari shunga ergashgan. So'diribsa ulamolarmi shu qarashga ergashgan. İmam Nawawi Mecmu degan kitobida shunday degan: "Ya'lam anna ziyarata qabri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min ahammil qurbat wa anjahil masa'i. فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم ويتحرى الزائر مع الزيارة التقرب وشد الرحل إليه والصلاة فيه." Caiz buldu bulmaydı diyene bunda mesele olan iken biz adette qanday qilamiz? Hacı ömrüge barsak Medine'ye karşı Mescid-i Nebevi ile Resulullah'ın ziyaret qilganda chiqqini birleştirirsek niyatda mushu başağırıqdan qutulamiz. Şu İmam Ibn Taymiye rahmetullahi aleyh'nin qarashini tutgan Sodiristondagi salafiy ulamolarmi ma la yejuzu istiqlalan yejuzu taba'a. Allohga ziyorat qilish to'g'rimaydigan bo'lsa Masjid-i Nabaviyga tava qilib turib niyat qilsang bo'ldi dedi. Chiqqini tang niyat qilsang bo'ldi dedi. Undan keyin bil ijma chiqqini tang niyat qilsa bo'ldi. Buni bilan unda başağırıqdan qutulgan. Herhamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrini ziyorat qilish darvozasini ba'zida ochdi. Bab Salamdan kirgancha a tarafdan chiqishi mumkin. Soat nechida ochdi deb so'sam, tug'an saqchi az-ziyara lir-rawda va laysa al-qabr deb eskartib qo'ydi. Nima dedi? Ya'ni sen Madinaga kelib ziyorat qilishda ravdini, masjidni ziyorat qilish, masjidda namoz o'qishni maqsad qilib kelishing lozim. ثم رأيت أكثر الناس غافلين عن آدابها ومستحباتها جاهلين بفروعها وجزئياتها. Hükmü muşunda turugluq. Men köpünç kişilerinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kabrisini ziyaret qilishga munosabatlik adab qoida va mustahabbatini bilmay, g'aflat qag'illigini ko'rdim. Bi furu'iha va juz'iyatiha tafsilotlarini bilmaydi. Ahbabtu shunda bo'lg'achqa men ahbabtu an azkura fiha faslan aqib al-manasiki min hada al-kitab azkuru fihi nubadan min al-adab. Shunga bu kitobdagi haj faoliyatlariga munosabatlik bo'limlarning oxiriga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrisini ziyorat qilishga munosabatlik adab qoida mustahabbatdan ancha-muncha bayon qilishni yoqtirdim dedi. Nubad yani bir parça anca-muncha faqulu yanbaghi degan so'zga qarasanglar, bu mandub bilan vojib va o'rtaq ishlik turgan so'z. ينبغي لمن قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الصلاة عليه. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabrisini ziyorat qiladigan kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud salomni ko'p yo'llashi kerak. Faqat jaa fil hadis, chunki hadisda shunday kelgan, annahu tablughuhu va tasil ilayh. Ashu salom va durud Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetido deb kelgan. Mushu mazmunda hadislar kelgan. Abu Dawud rivoyatidan Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadisida la tattakhidu qabri 'ida va la taj'alu buyutakum qubura wa haythuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Isnaduhu hasan. Yani bir hadisda ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu azza wa jalla ilayya ruhi
hatta arudda alayhi salam. Bunun isnadı hasanattu. Yani bir hadiste inna lillahi fil ardi malaikatan sayyahin yuballiguni an ummati as-salam. İsnaduhu sahih tuttu. İmam Ahmed ve Nesai rivayet ediyor. فإذا عاين حيطان المدينة مدينة bağları öylere şunda körengen çağda yusalli aleyh durup okuydu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yekul Allahümme hâzâ haramu nebiyyik fec'alhu vikayeten li minen nar. Ey Allah, moşo senin peygamberinin herimi şuna bunu bana dozaktan daldı kıygan ve emanen minel azabi ve su'il hisab cehennem azabıdan ve hisabının ağır akıbetinden amallık kıygan ve yagtasilu qabla ad-dukhuli ev ba'dahu in amkanahu. Kirishtin burun ya kirganlikin imkanat bo'lib qolsa g'usl qildi. Bu daramga kirish uchunmi g'usl qilish mustahab bo'lgandek. Ve yatatayyabu xushpuroq surtidi ve yalbasu ahsana thiyabihi. Eng chiroyli yangi kiyimlarni kiydi. İhram Mekke'ye bağlan çağda ihramlı holatda ash'as ag'bar shunda avara bardi. Tamam. Umumda Allah Taolaga qulluqni izhor qilish jihatdan bo'lsa, ma'u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hurmatlaganlik jihatdan. Fahu aqrabu ila ta'zim. Shunda qilsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hurmatlashda texmo hurmatlagan bo'ldi. Ve yedhuluha mutavadi'a. Medine'ye özünü ayeti tüven tutman halette aleyhi sekine özün temkin salmak cin tutman halette kirdi. Vel vakar kesillik bilen salmaklık bilen özünü tutvagan halette kirdi. Yani Medine'ye kirgen çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu caylarda İslam devletini kurganlığı, sahabeler bilen billa kafirler bilen cihat kıyganlığı, Kur'an'ın şu caylarda nazil olganlığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu caylarda İslam'ını bütün dünyaya yayganlığı, ay Medine'nin imanının menbası ikenligini, şu mezmunların da oyunu kirdi. Ve yekul Bismillah ve ala milleti Resulillah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin ve akhrijni mukhraja sidqin vec'alni min ledunke sultanan nasira. Bu ayetning ma'nosi: ey Rabbim, meni kiradigan joyga durustlik bilan kirgizgin, chiqadigan joyga durustlik bilan chiqargin. Ma'nosi umum. Ba'zi ulamolar buni qabrga gunohdan pok holatda kirgizgan, qabrdan qaytib qolgan vaqtida topim alomatdan xotirjam holatda tirildigan deb manda tafsir qilgan. Yani ba'zi ulamolar hijrat qilishga buyurilgan chaqda Madinaga shunda kirgizgan, Makkadan shunda chiqargan deb shunda tafsir qilgan. Lekin ma'nosi umuman. Sababun nuzullar yoki muxassis olsun, lekin ma'nosi umum. Hatta ikinci ma'noda deb qolsaqmi shu Madinaga kirish munosib bo'lgan ekan, shu maqomga loyiqdir. Allahumma salli ala Muhammadin ve ala ali Muhammadin waghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika ve fadlika. Mushunda duo qildi. Mushunga yaqin, mush mazmunda yaxshi duolarni qildi. ثم يدخل المسجد فيصلي عند منبره صلى الله عليه وسلم ركعتين. Mescid Nebevi'ye kirdi. Mescid Nebevi'ye kirgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning minbarining yanida 2 rakat tahiyatul masjid o'qiydi. Yaqifu bihaythu yakunu umudul minbari bihidai mankibihi al-ayman. Natruk o'qiydi. Rasululloh turgan joyda o'qish imkoni bo'lib qolsa, eng afzali shu deb Rasulullohning turgan yerini belgiladi lazım. Munbarninki yan tarafidagi turiki yag'ichilayli o'ng mo'risga o'tilgan, ya'ni Rasululloh turgan joyini demoqchi. O'ng mo'risga o'tilgan holatda turdi. Va huwa mawqifuhu sallallohu alayhi vasallam. Ashu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turgan joy. Albatta bu anda shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turgan joylar, Ashayran masjidining qurilishi o'zgartirishdan burunqi asla altidagi chag'in demoqchi. Lekin ondan keyin chiqib remont qilinib, qayta yasalab, hozir u ham bilan yurishib ketgan bo'lishi mumkin. Va huwa, yani mawqifuhu sallallohu alayhi vasallam bayna qabrihi va minbarihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turgan o'rin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabri bilan minbarning oraliqida. Qabr bilan minbarning oraliqi 20 metr, 25 metr kelishi mumkin. Shu oraliq. Qala sallallohu alayhi vasallam bayna qabri va minbari rawdatun min riyadil jannah.
va minbari ala hawdi. Sahih Buxoriy va Muslimga sahih rivoyatda ma bayna bayti va minbari deb kelgan. Ba'zi rivoyatlarda bayna qabri va minbari degan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dafn qilingan joyi shu uy edi. Lekin mazmuni to'g'ri. Mush hadisni ko'pchilik ulamolar shunday zohiriylar tushungan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan shu joy uyi bilan minbar oraliqi jannatga yutkiladi shu. Yani şu joyning o'zi amaliyotda jannatning gulistonlaridan bir guliston demoqchi edi. Yani bir oyatda deydi-ku: "Va awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha." Lekin bu xuddi mush jannat mush zimin bo'ldi degandek ma'no chiqdi. "Va awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha." Tek aşu zimindeki aşı joy jannatda shu joy shu demoqchi. O'zi shu. Yani bir ehtimal aşı joyda ado qilingan namoz va taat ibodatlar jannatga kirishga sabab bo'lgan ish demoqchi. Xuddi al-jannatu tahta zilal suyuf desak, bu jihad va shunda ishlar oxiri jannatga kelib kirdigan ish degan ma'noda. Yani ba'zilar aşı joy hozirmi jannatning bir gulistonlaridan bir parcha deb qaraydilar. Ve minbari ala havdi, benim minberim Havzi Kevserimning ustida yoki bo'yida desek, ko'pchilik ulamolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minberning o'zini qiyomat kuni Havzi Kevserning ustiga yoki bo'yiga Alloh taolo tiklab turdi. Aynan shuni o'zi. Va minbari ala havdi, yani mush minberim Havzi Kevserimning ustida yoki bo'yida degan ma'noda dedi. Yana ba'zi az bir qism ulamolar bu minber emas, Alloh taolo boshqa bir minberni tiklab turdi. Va minbari yani qiyomat kunidagi minberim o'zining ustida degan ma'noda. Summa yasjudu shukran lillahi taala ala ma waffaqahu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrisini ziyorat qilishga muvaffaq qilganlik uchun Alloh taologa shukr qilib, sajda shukr qiladi. Va yad'u bima yuhib. Xalqancha duo qilib oladi. Summa yanhadu fa yatawajjahu ila qabrihi sallallohu alayhi vasallam. Undan keyin o'rnidan turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrisiga qarab manadi. Fayaqifu 'inda ra'sihi. Bag'iniki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 5 tarafida turdi. Mustaqbilan al-qibla. Qiblaga yuzlanib turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrisiga borgan chaqda, ziyorat qilgan chaqda qabriga yuzlanib qiblaga aql qilib turamdi yoki aksi turamdi degan masala ulamolar o'tirib ixtilof bo'lgan masala. Hozir maktabda qarasanglar, o'sha salom bergan chaqda va duo qilgan chaqda qiblaga yuzlanib turib qiladi dedi. Shunami? Ya'ni qabriga aql qilib turdi dedi. Chunki qibla matam bo'lsa, qabri shu tam qarshisida. Salom bergan chaqdimi qabrga qarab salom bermaydi, qiblaga qarab turib salom berdi demoqchiman kitobdagi mazmun bo'yicha. Ya'ni bu vaziyatga bir qarashda qabrga qarab turib salom qilib duo qiladi degan qarash bor. Buni Imom Kamol ibn al-Humam Fathul Qadir degan kitobda Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan naql qilib, yuqorida qibla qarab turdi degan qarashni va hada mardudun bima ruya an ibn Umar radhiyallohu anhu min as-sunnati an yastaqbila al-qabr al-mukarrama wa yaj'ala dhahrahu lil-qibla degan mush rivoyatga asosan bu Imom Abu Hanifaning musnadida Haskafi to'plagan musnadda kelgan bir rivoyat. Shunga asosan وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله. Yani salam bergan vaqtida duo qilgan chaqda qabriga qarab turib duo qilish Abu Hanifaning to'g'ri qarashi shutda degan. Undan keyin mazhabda qarash ikki xil bo'lib qoldi. Birisi ixtiyorda kelgan qarash, Hanafi mazhabining qarashi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salam bergan vaqtida duo qilgan chaqda qabriga aql qilib turib qiblaga qarab salam berdi va duo qildi degan qarash. İkincisi Kamol ibn al-Humam'ninki to'g'ri deb qaragan Imom Abu Hanifaning qarashi deb qaragan qarash, u qabriga qarab turib salom qildi va duo qildi degan qarash. Lekin bu hadis Imom Abu Hanifa rahmatullohning musnadida kelgan bo'lsa-mu, hadis ulamolari yo'q bu to'plamni Imom Abu Hanifa o'zi to'plamagan, ulamolar keyin ba'zi narsalarni aralashtirib to'plagan yoki mana sunna degan so'z yo'qdi deb e'tiroz bildirdi. İbn Umar'dan kelgan mush qarash Imom Malikdan kelgan. Abu Ja'far al-Mansur bilan bir munozarasi bayon qilingan kitobda. Qodi Ayyad Ash-Shifa degan kitobda bayon qilgan. Men
Qiblaga qarab duo qilamdim, qabriga qarab bo'lsa Imom Malik ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله dedi. Qadi Ayyaz muşu vaqalikni rivoyat qilgan va sanad saydab qargan. Imom Ibn Taymiya yo'q bu yolg'onte, bu vaqalik sahih emas deb qaraydi. Lekin Qadi Ayyaz va Imom Qastalani Ibn Hajarlar bu vaqalik sahihde deb qaraydi. Ana Maliki mazhabininki qarshida salom bergan vaqtida qabriga qarab salom berdi. Assalomu alayka ya Rasululloh degan chog'da qabriga qarab salom berdi. Duo qilgan chog'da burilib qiblaga qarab duo qiladi degan. Ma qarashning haq muvofiq. Chunki salom bergan chog'da oxirgi turib salom berish bu to'g'ri kelmaydi. Duo qilgan chog'da Alloh taolodan tilovat qilgan ekan qiblaga qarash shu munosib. Shafiy mazhabda bir qarashda qiblaga qarab duo qiladi, yana bir qarashda Shafiy mazhabi Xurason ulamolar tarjih qilgan qarash Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabriga qarab turib duo qiladi. Va alayhil amal. Ya'ni Shafiy mazhabda shu qarash kuchiga ega. İmam Navaviy al-Azkar degan kitobda ayrim bir fasl qilib shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabriga ziyorat qilish munosabatli adab ahkamlar haqida shu yerda atal qabral karim fastaqbalahu wastadbaral qibla degan Shafiy mazhabining qarashi. Qiblaga aqni qilib qabriga qarab turdi, qabriga qarab salom qildi, duo qildi degan. Yadnu minhu qadra 3 azru'in aw 4. Ashu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrisiga yoki ashu hujraga deylar, hujraning temiga desak 1,5 metr, 2 metr, ya'ni 3 kez, 4 kez araliq qo'ygicha yiqilishidi. Yani qabrga shunda araliq qilish lozim. Hozir bu to'siqlik yaqin baraysin baramaydi. Burunni chaqilida qolgancha berib muqla vaqtda da araliq qo'yib nere turish lozim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hurmati va aymini hatto tijoratdan shunda araliq qo'yish lozim. Wala yadnu minhu akthar min zalik. Shu chaqdan salom berdi, duo qildi demakchi. Wala yad'u yadahu ala jidar turba. Ash qabri ba hujurning temiga yoki shu qabrninki shu ustiga deydi, qo'lni qo'ymaydi. Hozirgi sharoitda bu tamni silab, o'zini suykab, bunda qilishni qilmaydi. Fahu ahyabu va a'zamu lil hurma. Shunda qilsa, nere turib, nereden ashunda salom berib qilsa, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haq hurmatini ulug'lashyapti. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurida hayvat his qilish va o'zini da tatib ayminib turishdan bu yaxshi. Va yaqifu kama yaqifu fi salah. Namozni tuğandak turdi, qo'l qo'rishtirib turdi demakchi. Bu hurmat jihatdan shunda turish adabga loyiq demakchi. Wa yumathilu suratahu al-karimata al-bahiyyah sallallohu alayhi vasallam كأنه نائم في لحده عالم به يسمع كلامه. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xuddi uning so'zini anglab, kagalligini his qilib turayotgandek, ash qabrisda uxlab yotgandek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki nurona chiroyi, isil shaklini bunda xiyol qilib turdi deydi, yumathili degan. Qala sallallohu alayhi vasallam Man salla alayya inda qabri sami'tu. Kimki menga qabrim beshida durut o'qib qolsa, men uni anglayman. Yani udul anglayman deydi. Bu masala bir tarafdan o'liklar, tiriklarning so'zini anglayoladi, anglamaydigan masala chetish. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrisda hayotmi, hayot emasmi, hayotul barzaxiyyadim qanday hayotda degan munosib. Shuni chetishlar. Bir hadisda al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun deb kelgan. Bayhaqi saydigan rivoyat. Lekin ahya degan bu hayotlikni ba'zi ulamolar haya barzaxiyya deb qaraydi. Lekin unda durud salomning mazmunidan buni Alloh taolo yetkazganligi chiqdi. Rasulullohga yetkazganligi aniq. Lekin shu joyda Rasululloh o'zi bevosita anglamdi, maktabdagini endi anglaydi demoqchi. Masalan biz odatga bir qabrga kelibmi salom beramizmi? Assalomu alaykum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Assalomu alaykum salom bergandan xuddi qabrdagilar shu salomni his qilib bilib turganligi ko'rindi. Lekin o'liklar, tiriklarning so'zini anglay olamiz degan masalada ixtilof bo'lgan masala.
Cumhur ulamalar öləklər tiriklərinin sözünü anlaydı və his qılıdı, tiriklərini his qılıdı, ziyaret kelganlarni his qılalaydı. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazasida öldürülgen müşrikler hakkında uluğa hal vecettum ma va'ada rabbukum haqqa deb shunda savol qo'yib gap qilgan chaqda Hazrat Umar bu o'lab chirib ketgan tursa, siz ketgan tursa bu qanday anglaydi desa, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Men da'vatgan so'zni o'laglikni obdaroq anglayolmaysizlar, o'laglikni obdaroq anglaysizlar. Walakinnahum la yaqdirun ala an yujibu. Thumma amara bihim fasuhibu faulqu fi qalib Badr. Keyin shu Badrga quduqqa tashlabdi. Anglaydi degan ulamolardan ko'pchilik ulamolar, muhaqqiq ulamolardan Imom Ibn Hazm Navaviy, Imom Ibn Taymiya va Ibn Qayyim rahmatullohi alayhilar bor. Bazı alimlar innaka la tusmi'ul mauta degandek oyatlarni dalil qilib, o'liklar anglamaydi deb qaraydi. Imom Bayhaqi, Ibn al-Jawzi va Shayx Albani qatorliq ulamolar. Mayit qabriga qo'yib kishilar qaytgan hayot berishni anglayoladi degan dalillarni. U dalil bo'ldi ekan, ba anglamaydigan ulamolar shuni anglayoladi, uni anglamaydi. Xos holat. Anglaydi degan qarash kuchli. Innaka la tusmi'ul mauta degan bu hidoyat tabliğini anlab qaydanmasdan va uningga ijobat qilmasdan o'likka o'xshash degan ma'noda. Ya'ni bu al-mauta degandan o'sha oyatga al-ahya min al-mushrikin maqsad deydi. Tirik mushriklar maqsad qilindi. Bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ilkaga hidoyatini anglamay, anglansin foydalanmay, buningga ijobat qilmaganlik jihatdan shu o'likka o'xshaydi demoqchi. Lekin ba'zi ulamolar anglamaydiganni tarjih qilish mumkin. وفي الخبر يعني حديثه أنه وكل بقبره ملك يبلغه سلام من سلم عليه من أمته. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kabrisinde muvakkal farishtadan birisi ba turg'izib qo'ydilar. Ummatidan uningga salom qilganlarning salomini Rasulullah sallallohu alayhi vasallamga yetkazib turdi. Ya'ni yuqorqi qarash, bevosita anglayman degan qarash, ma bu farishta vasitasi orqali anglayman degan qarash. Bu biz yuqorida kitobdan o'qidik-ku, muhaqqiqning akab hadisi inna lillahi fil ardi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati assalam degan shu hadis mushmazluni ko'rsatdi. Bu jiroqdiki durtoq qo'llarning bo'lishi mumkin. Ammo qabrning qishida durtoqsa bevosita anglayman, farishtaning vasita bo'lishiga ojizsiz. ويقول والسلام عليك يا رسول الله. Rasulullah sallallahu alayhi vasallamga salom bergan vaqtida mushunda salom berdi. Assalomu alayka ya Rasulullah, assalomu alayka ya Nabiyalloh, assalomu alayka ya Safiyalloh, assalomu alayka ya Habiballoh, assalomu alayka ya Nabiyir rahmah. السلام عليك يا شفيع الأمة. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا مزمل. السلام عليك يا مدثر. السلام عليك يا محمد. السلام عليك يا أحمد. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرزق. قنا معصيات وإزات أبرويغا داكل ضدغن هر قندغ قناه لادن قلمشلادن pak qilib etgan va tahharahum tathira. Ularni pak-pakiz qilib etgan shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytiga dedi. Jazakallohu anna afdala ma jaza nabiyyan an qawmi. Bir payg'ambarga ummati haqida bergan mukofotning eng afzalini sizga ato qilg'ay. Va rasulan an ummati ashhadu annaka qad ballaghta ar-risala wa addayta al-amana wa nasahta al-ummah wa awdahta al-hujja. Dalil paklarni aniq bayon qilib qo'ydilar. Wajahadta fi sabilillah, Allah yo'lida haqiqiy jihad qildilar. Va qatalta ala dinillah, Allah taolaning dinini yuqori ko'tarish uchun, hukmron qilish uchun sahoba kiramlar bilan birga jihad qildilar. Hatta ataka yaqin, taki vafot bo'lgan qadar. Fasallallohu ala ruhika va jasadika va qabrika salatan daimatan ila yawmiddin. Ya Rasululloh, nahnu wafduka. Biz sizning huzurlarga kelganlarimiz. Biz sizning huzurlarga jiroqdan kelganlarimiz. Va zuvaru qabrik. Ji'naka min biladin shasi'atin. Jiroq yaqiyutlardan keldik. Va nawahin ba'ida. Jiroq yaqiyutlardan demakchi. Qasidina qadaa haqqika, o'zlarini ziyorat qilish va hurmatlashatdan haqlarini ado qilish uchun keldik. Va nazara
ila ma'athirika o'zlarining qilgan jihatlari Allah'ın dinini yetkizish uchun fidokorliklari butun ish izlarini shu vaqalikli bo'lgan joyda aynan ko'rib o'rganish uchun keldik va tayammuna bi ziyaratik o'zlarini ziyorat qilish uchun o'zlarini ziyorat qilib barakatlanish uchun keldik val istishfa'a bika ila robbina o'zlaridan Alloh taoloning huzurida bizga shafaat qilishlarini talab qilish uchun keldik. Bu yerda diqqat qilsang va al-istishfa'u bik. Istishfa degan talab shafa'a. Al-mustashfa degan shu duo qiluvchi, shafaat qiluvchi. Ayrim yerda Rasululloh sallallohu shafaat aniq isbotlangan bir aniq masala. Lekin bu shafaatni biz Alloh taoladan tilamdik yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan tilsak bo'lamdi. Ulamolar ba'zi tafsillarda ixtiloflashadi. Ya'ni Rasululloh hayot bo'lgan bo'lsa, hayot vaqtida ya Rasululloh, qiyomat kunida tilib olala desa, bu joiz. Oxiratda birisi qiyin ahvolda qolsa, ya Rasululloh bizni bir tilib olsin desa, u oxiratdagi ish. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan keyin qabrda yatgan chog'da Rasulullohdan qiyomatda bizga shafaat qilsalar deb tilashmasi ixtilof bo'lgan masala. Bu kitobni qarash va ba'zi kitoblardagi qarash, ya'ni birinchi qarash bu joiz. Rasululloh shafaat qilgan zot, shafaat Rasulullohga isbotlangan bir ish. Lekin buni tilsak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu qabrisida bizning so'zimizni anglaydiganligi aniq. Lekin hayot vaqtida tilgandek o'lib ketgandan keyin tilsak o'xshashlab qaraydi. Ba'zi ulamolar buni Alloh taolodan tilash kerak. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zidan tilab qolsang, shirkka berib qoldigan ish deb qaraydi. Shu biz tilgan vaqtimizda bu bosh og'riqlardan qutulish uchun shafaatni Alloh taolodan tilsak, kallamiz saqish. Yani bu talaşlar şulab müşunda şirk oldu bulmaydigan al-xuruj min al-xilaf mustahabbun. Talaşlar dersin Allah Teala'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatini al kızlar tilse bulmadı mı? Mesele şu. Peki maktabında Resulullah'dan aşında tilse caiz diyen karasını tutkan bu başka adı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den özünün tilavatında bu sözünü işletti. Şuna ama فَإِنَّ الْخَطَايَا قَدْ قَسَمَتْ ظُهُورَنَا Çünkü günah masiyetler bizni tükeştiretti demek. Yani qasama degan o'shtiretti, sundiretti degan. Zuhurana degan bizning belimizni o'shtiretti. Yani bizni tükeştiretti. Hazreti Ali'nin so'zi bor, qasama zahri ithnan, alimun mutahattik ve jahilun mutanassik. Vel awzara qad afqalat kawahilana. Günahlar bizning mo'rlarimizni ig'irlashtiribdi, mukchaytiribdi. Kahilen möreye uçsun demek. Ve entes şafi'ul muşaffa. Özleri vasıla aşkın dehşetlik peytlerde şefaat kıyıcı ve şefaati kabul kılınılan zat. El mev'udu bis şefa'a. Şefaat kabul kılınıdı da vaadi kılıngan ve şu makamul mahmud mu vaadi kılıngan zat. El makamul mahmud kaysa bize şu azan okuyan çağda ve ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta ve dereceten rafi'a inneke la tuhliful mi'ad deb dua qilamiz. Peygamberlerden hiç qaysi birisi tili olanmaydigan, şefaatga jur'at qilinmaydigan çağda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ümmetin tili bilish ve Allah Teala'dan bir narsani tilashga ruxsat qilingan aşı bir maqam. Aş peygamberlerimiz Resulullah'ın qishqa, Muhammad'ın qishqa biranlar bizden ançımın çıkıp koygan işlerimiz var. Dep Resulullah'ın göçüp koyganca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in qishqa bağlan çağda ümmet şu çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in secdege beşini koyar. Tilgen çağda Allah Teala ya Muhammed sel tu'ta işfa' tushaffa' deydi. وقد قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Allah Teala mı diyen? Adren bu şu ayetne umum manasında da düşünse ca'uke hala hayatika ev ba'da mamatika inde kabrike. Manda düşünse ma'udul kelime.
İmam İbn Kesir'nin tefsirdimi bazı sebeplerden müşündarak mezbunda bir hikayeni nakl kılıp Hikayetul Utbiydi. Keyin tushida shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrisiga kelib tiligan shu kishiga tiligini ato qilganligi tushli ko'rsatilgan degan bir rivoyatni naql qildi. Lekin bu hayot vaqti xos desa, uni munosib. وَقَدْ جِئْنَاكَ ظَالِمِينَ لِأَنفُسِنَا Mana biz o'zlarimizga zulm qilgan, gunoh ma'siyatni qilgan holatda huzurlarga kelibmiz. Mustag'firina lidunubina gunohlarimizdan mag'firat tilgan holda huzurlarga kelibmiz. Fashfa lana ila rabbik. Shunga Parvardigorlari huzurda bizni tilag'ayla, bizga shafaat qilg'ayla. Mana ma'lum shafaatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan tilashda aniq. Mush kitobdagi va ba'zi ulamolarning qarashi bo'yicha bu joiz ish. Ba'zi ulamolar bu shirkka munosabatlik, shirkka berib taqiladi deb qo'ydi. İşfa degan bizga shafaat qilding. Istashfa degan shafaat talab qilish ham. Nastashfi'u biz shafaat talab qilamiz. Shafaat qilishni talab qilamiz degan. İşfa degan shafaat qilishlar degan. Bu endi biz nima seçdik? Rasululloh tavrin meyit desek meyit tirik kishining gapini anglaydi degan bir tarbiya. Ikkinchisi payg'ambarlar qabrlarida hayot degandek endi bir hadis kelganlik uchun bu shu hayot vaqtin so'g'anlik bu. Meyitalik so'g'anlik emas deb bunda. Lekin biz Alloh taoladan tilasak bu basharlikdan qutulmaymiz. Shirk ishlarga yaqin gap qilmaymiz. Agar shirk deyilgan taqdirda وَاسْأَلْهُ أَنْ يُمِيتَنَا عَلَى سُنَّتِكَ Yani ey Rasulullah sizlar Allah Teala'dan shunda tilab paslar bizlarni sunnatlarda ketishga nasib qilsin Alloh taolo. Va an yahshurana fi zumratik va bizni sizlarning jamoatlari, sizlarning guruhlari, sizlarning to'plari qatorida mahshargohda to'plasin, jamlasin. Tirildisin ve en yuridana havdak bizlarni Havz Kevserlarining bo'yig'i berishga nasib qilsin ve en yasqiyana bi ka'sika g'ayra khazaya ve la nadimin o'zlarining Havz Kevserdan bizlarni rasvo bo'lmagan va pushmon qilmagan holatda qat'iy usab qolmaydigan holatda o'zlarining qadahlari bilan bizga usullik berishini tilab paslar demoqchi. Sharbatan haniyatan la nadma'u ba'daha abada. الشفاعة يا رسول الله أنا الشفاعة diyen ben şefaat talep kılma yani şefaat kısla ya Resulullah يقولها ثلاثا مش ibarını üç kıtımdaydı o الشفاعة ya Resulullah الشفاعة ya Resulullah الشفاعة ya Resulullah muşuma yukarı oşaş mahluktan tilaş ya ki Allah'tan tilaş kitleşler aynı ıhtilaf olmasın. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نمشو آيات كاغن دعاء نوقيدو ويبلغه سلام من أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام ايتib qo'yslar salam deslar deb topilganlar bo'lib qolsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salomini yetkazdi. فيقول السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان يا رسول الله o'zlarga falonning bolasi falondan salom elib keldim deydi. Yastashfi'u bika ila rabbik u kishi o'zlaridan Parvardigorlari huzurida shafaat qilishlarini talab qildi ekan. Fashfa'lahu shunga u kishiga shafaat qilg'aylar va li jamiyal muslimin va barliq musulmonlarga shafaat qilg'aylar deb duo qildi. Yani bu ulamolarningki al-qabr sharifni ziyorat qilgan vaqtida bunda duo qildi, shu maqomga loyiq salom qildi, duo qildi degan masala. Shu qabrdan qishida salom qildi va qiblaga qarab turib duo qildi. Thumma yaqifu inda wajhihi mustadbir al-qibla. Mushunda salom qilib duo qilib bo'lgandan keyin qiblaga qarab turib, ondan qiblaga aqni qilib turib qabriga yuzinib turdi deydi. عند وجهه يعني تلقاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب تراب قبرك قرب تراب قبلك أقنق تراب ويصلي عليه ما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غنشا دورك سلام يليدو والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب biz mana shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durust salom yo'llaymiz.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.